Siz hammasi tugadi deb o'ylaysiz. 19-yilda katta ssenariyning repetitsiyasi bo'lgan bo'lsa-chi? Voqealar xronologiyasiga nazar solamiz. 2019-yil Uxan shahri. Odamlar orasida o'pka shamollashi keskin ko'payib ketadi. Sababi haqida turli taxminlar va nazariyalar tarqaladi. Ba'zilar buni bozordagi yovvoyi hayvonlar bilan bog'laydi. Virus esa odamlar orasida juda tez tarqalishni boshlaydi. 2020-yil virus Xitoy tashqarisiga chiqadi. Butun dunyo o'z aeroportlarini yopadi. Dunyo Sog'liqni saqlash tashkiloti pandemiya e'lon qiladi. Hech narsani tushunmagan odamzodga vahima kiradi va oziq-ovqat hamlashga kirishib ketadi. Hamma izolyatsiyada, shaharlar esa bo'm-bo'sh. Kuryerlar va doktorlarni qadri oshdi. Kislorod ballonlari narxi keskin oshadi. Shifoxonalar esa bunday darajadagi oqimga to'liq tayyor emasdi. 2021-yil vaksinalar haqida xabar e'lon qilindi. Rossiya, AQSh, Xitoy va Hindiston qisqa muddat ichida o'z vaksinalarini ro'yxatdan o'tkazdi va muhokamalar boshlandi. Kimlardir o'zlarini vaksinalashtiradi, kimlardir turli shubhalar va konspirologik qarashlar sabab vaksina olishdan bosh tortadi. Keyinchalik QR kodlar ishga tushadi. Ya'ni vaksina olgan yoki test topshirgan odamlarga ayrim joylarga kirish imkoni beriladi. QR kodsiz xalqaro qatnovlar, shifoxonalar, hatto savdo markazlariga kirish cheklanadi. Statistika atrofida bahslar va turli fikrlar paydo bo'ladi. Yangiliklarda pandemiya mavzusi kuchli muhokama qilinadi. 2022-yil birdaniga Covid haqidagi axborotlar sekin-asta kamayadi. Dunyo oddiy hayotga qaytishni boshlaydi. Endi o'ylab ko'ring, bu shunchaki tasodifmi yoki kimdir yozgan ssenariy? Balki bu xronologiyaning faqat birinchi qismidir. Kelajakda bizni bundan ham kuchliroq sun'iy viruslar kutmoqdami? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.